Demak, kasrlarga umumiy maxraj berish quyidagicha bo'ladi. 36-misolda ko'rib turganimizdek ko'ryapti deb o'ylayman. Demak, 36-misolda 5/6 va 7/8 ga maxraj bering. Maxrajni 6 dan 8 ni bir xil songa bo'lib olamiz. Buni va buni 6 bilan 8 2 ga bo'linadi. 2 ga bo'lamiz, buni ham 2 ga bo'lamiz. 2 ga bo'lganimizda 3, buni 2 ga bo'lsak 4 qoladi. 4 ni buni darajasiga beramiz, 3 ni buning darajasiga beramiz. Endi bittalab ko'paytirib chiqamiz. 4 kara 5, 4 kara 6, 4 kara 5 20, 4 kara 6 24 va 3 kara 7 21, 3 kara 8 ham 24. Maxrajimiz bir xil bo'lib qoldi. 24, 24. Shu tarzda keyingi misol 37 ni ham maxrajdagi 10 bilan 15 ni 5 ga bo'lamiz. 5 ga bo'lsak 2, buni 5 ga bo'lsak 3. 5 ga bo'lib oldik. 3 ni endi buning darajasiga beramiz, 2 ni buning darajasiga beramiz. Bittalab ko'paytirib chiqamiz. 3 kara 3, 3 kara 10. 3 kara 3 imiz 9, 3 kara 10 30. Va 2 bilan 11 ni ko'paytirsak 22. 2 ni 15 ga ko'paytirsak 30. Maxrajimiz bir xil 30 bo'lib qoldi. 30. Shu tarzda ketadi. 38-misolda ham 35 bilan 14 nechiga qisqaradi? Kelasi 7 ga bo'linadi. 7 ga qisqartirib olamiz. 7 ga bo'lsak 5, 7 ga bo'lsak 2. Demak, 2 ni bunga beramiz. 5 ni bunga beramiz. 2 kara 12 bittalab ko'paytirib chiqamiz. 24, 70, 25, 5 kara 5. Bu ham 14, 5 ga ko'paytirsak 70. Maxrajimiz bir xil bo'lib qoldi. Va 40-misolga qaraydigan bo'lsak 9 va 11 qisqarmaydi. Shuning uchun qisqarmagandan keyin 9 ni bunga, 11 esa bunga berishga majbur bo'lamiz. Qisqarmaydi. Bittalab ko'paytirib chiqamiz. 9 kara 5 45, 9 kara 5 taqsim 9 kara 11 va 11 kara 7, 11 kara 9. Hisoblab qo'ysak 45 taqsim 99, 77 taqsim 99. Maxrajimiz 99 bo'lib bir xil bo'lib qoldi. Demak, keyin 21 bilan 28 ga maxraj berish uchun ikkalasini yana qisqartirib olishimiz kerak. 7 ga qisqaradi. Qisqartirsak 7 ga bo'lsak 3 ta, 7 ga bo'lsak 4 ta. Demak, 16 taqsim 21, 5 taqsim 28. Bu 4 ni bunga beramiz. 3 ni bunga beramiz. Hisoblab qo'yamiz endi. 4 kara 16 64. 4 kara 21 84. 3 kara 5 15. 3 kara 28 ham 84 bo'ladi ekan.
3 ni bittalab ko'paytirib chiqdik. 4 ni ham bittalab suratga, mahrajga ko'paytirib qo'ydik. Mahrajimiz bir xil 84 bo'ldi. Va keyingi misol 43-misolda 42 bilan 112 qisqartiramiz. 2 ga bo'lamiz 21 da, 2 ga bo'lamiz 56 da. 21 bilan 56 yana qisqaradi. 7 ga bo'lamiz ikkalasini. 7 ga bo'lsak 3 da, 7 ga bo'lsak 8 da. Demak, 8 ni bunga beramiz. 3 ni bunga beramiz. Boshqa qisqarmadi. Qisqarganda yana qisqartiradi ikkalasini. Demak, 8 kara 5, 8 kara 42, 3 kara 7, 3 kara 112, 8 kara 5-imiz 40, 42 ni 8 ga ko'paytirsak 336, 3 kara 7 21, 336. Mahrajimiz bir xil bo'lib qoldi. 336. Shunday qilib mahrajga ketaveramiz. 49-misolda ham 18 bilan 24 ni 6 ga qisqartiramiz. 6 ga bo'lsak 3 da, buni 6 ga bo'lsak 4 da. 3 bilan 4 boshqa qisqarmaydi. Shuning uchun 4 ni buning darajasiga, 3 ni buning darajasiga beramiz. Va bittalab ko'paytirib chiqamiz. 4 kara 5, 4 kara 18, 3 kara 7, 3 kara 4. Ko'paytirib chiqsak 20 taqsim 72, 21 taqsim 72. Mahrajimiz bir xil 72 bo'lib qoldi. Bizda qaysi biri katta degan bu misollarda surat katta bo'lsa, o'sha katta bo'ladi. Mana mahraj berib ishlardik. Mahraj berish shu bilan tugaydi. 50-misolda ham 49 bilan 21 7 ga bo'linadi. 7 ga bo'lsak 7 da, 3 da qoladi. 3 ni bunga, 7 ni bunga beramiz. Demak, 3 kara 6, 3 kara 49 va 7 kara 2, 7 kara 21. 18 taqsim 147 bo'ladi ekan 3 kara 49'imiz. 7 ni ko'paysak 14 taqsim 147. Mahrajimiz 147 bir xil bo'ldi. Shu tarzda ishlab ketaveramiz. Mahraj berish shu bilan tugaydi. Rahmat.